qurbonlikka so'yadigan qo'yimiz bor edi aka. Bir rovga kelib keting. Yo, ukajon, ishoning 2 sutkadan buyon umuman uxlaganim yo'q. Jon aka, yordam qiling. $200 beraman. Hech bo'lmasa birorta shogirdingizni yuboring aka. Shogirdlarni ham vaqti yo'qda, uka. Qo'shni nima qilasan mijozni ranjitib? Nimani qilsang xor, nimaga bo'lasan zor degan gaplar bor-ku. Nima qildingiz? Meni yuboring. Siz qo'y so'yish bilasizmi? Men armiyada fil so'ygaman. Siz rostdan ham qassobmisiz? Albatta aka. Odatda qassoblar baquvvat bo'lardi-da. Biz vegetarian qassobda kam go'sht yeymiz, shunga ozg'in bo'lib qolgan. Qo'y qani qo'y. Qo'yni o'zing ko'raylikchi. Ovli ham katta ekan-a. Nima qilyapsiz? Qo'ydan avval yaxshilab gipnoz qilib olyapman-da. Men hozir bir hojatga chiqib kelay, keyin davom etamiz. Xo'jayin, rostdan ham meni shunga so'ydirmoqchimisiz? Ha? Bu dovdir meni so'ya olmaydi, xo'jayin. Sen jib o'tir. Menga aytayapsizmi? Yo'q, menga aytyaptilar, menga. Qanday deydi? Munday qil, munday. Yo'q. Aka, siz o'zi qassobmisiz? Aka, hammaning o'zini usuli bor-da. Ya ishonmayotgan bo'lsangiz ketaman. Shoshmang. Sizni so'rg'a topdik. So'yavering aka. Meni yana qornim og'rib qoldi, hozir kelaman. Shu bir ideya kelyapti-da aka. Qanaqa? Qo'yda avval yaxshilab bir dam solib terisini ishilsak-da, undan keyin so'ysak. Yo'q, president. Bu qo'y deganni avval bismillah deb bo'yinchasidan so'yib, keyin boshqa joyga o'tmaydimi? Bilarkansiz aka. Men hozir bir hojatga o'tib kelay, qornim bugun yomon og'riyapti-da. Xo'jayin, undan ko'ra tinchgina o'zing so'ya qoling. Hay, birpas jib turchi. U YouTube'dan ko'rib o'tiribdi yanku. Ha? Xo'jayin, siz pichog'ingizni ushlab turing, men bo'ynimda o'zim munday qilaman.